Assalomu alaykum. Chorsu bozor gul ishqibozlari yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Mana Toshkent shahar Chorsu gullari. Biz soat 8 dan kech paytga soat 9 gacha ishlaymiz, ish faoliyatimiz. Shunaqa dushanba kunlari oddiqimiz yo'q. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Mana lolalarimiz ham juda ham zo'r, chiroyli. Lolalarimizning narxi 10 mingdan, mamlarimiz 35 mingdan. Mana bitta primuli gullarimiz bor, bular 10 mingdan. Mana gollandskiy atir gullarimiz 20 ming so'mdan narxi. Xudo xolisa kelsanglar, chiroyli narxlarda qilib yetkazib beramiz. Landshaft xizmatlarimiz ham bor. Toshkent shahari va viloyatlarga ham landshaft qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, landshaft xizmatlarimiz ham bor. 20 mingdan bular. Juda ham chiroyli, ranglari ham to'q. Mana oqlar. Rozvisi bor, bardovisi, oranjiy, oq, oloq rangi bor. Yoshda ham turadi bular. Joni baqvat. Mana shunaqa qilib bozorimizda juda ham gullar ko'p. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Toshkent shahar Chorsu gullari. Telegram kanallarimiz ham bor. Bemalol ulanib olsanglar bo'ladi. Instagram kanallarimizni ham ochib qo'yganmiz. Bemalol o'tib ulanib olsanglar bo'ladi. Bemalol telefonlar qo'rasizlar. Telefon nomerim 99 815 23 50. Ismim Muhammad Ali. Qaranglar. Bozorimizda qanaqa chiroyli. Mana sumaleychi xolamiz ham keldilar. Sumaleylarini olib. Chiroyli oq xalatlarda. Assalomu alaykum. Muhammad Ali sizmi? Tuzumsiz, charchamayapsizmi? Xonadonlar tinchmi? Mana obunachimizga kelib qoldilar, sumaleyni oldida turganimizda. Qanaqasiz o'zingiz? Og'riymi? Salom deb qo'yasizmi? Mana. Hop, charchamang. Tuzumsiz kene? Charchamayapsizmi? Xonadonlaringiz tinchmi? Ishlar bilan, savdolar bilan qiynalmasdan yaxshi yuribsizmi? 35 mingdan olaveringlar. Sumaleylaringiz o'zingizdan ham zo'r. Ampinni. 35 ming. 300 qilib beramiz. Kevering. Sumaleylari mana juda ham zo'r, har doimgidek. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oldin safar video qo'yganimizda juda ko'p insonlar kommentariyaga yozishibdi. Nomerlarini qanaqa bog'lansak bo'ladi deb. Bu o'zlari tepada Nomod bozorida savdo qiladilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Mana qaranglar, sumaleylarini juda ham zo'r. Men o'zim ham bu bozorda qo'shnilarim ham olib, hammamiz yeymiz. Sumaleylariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r. Ham barakali qilib, chiroyli qilib solib beradilar. Hop, mana qaranglar. Hurmatli obunachilar, mana idishlari nech pul edi, mana katta idishingiz? Bu 40 ming, 1 kilo ketar ekan buning ichiga. Olsanglar bemalol oilalar bilan maza qilib yeysizlar. Mana idishlari bu menimcha 200-250 gram bo'lsa kerak. Bu idishlari 15 mingdan ekan. Mana bunaqa idishlari, mana bunisi ham zo'r. 400 gram, 500 gramcha ketadi. 600 gram ketar ekan. 600 gram ketadi, ya'ni 20 mingdan sizlarga arzon tushar ekan. Mana buni olsanglar sizlarga arzon tushadi, juda ham zo'r. Mana o'zlarini ham tanib olinglar. Chorsu gul bozoriga kamdan kam kelib qoladilar, aylanib o'z asosiy joylari tepada Nomod bozorida savdo qiladilar. Ismingiz nima edi? Mashhura opa, telefon nomeringizni ayting. 93lik 649 21 69. Mana telefon nomerlarini aytdilar. Agarda Toshkent shaharida bu kun sumaleyga xonadonida qilishga qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Qo'llari gul. Mana shunaqa chiroyli qilib sizlarga sumaleylarni o'z xonadoningizda tayyorlab beradilar, xudo xolisa. Sizlar faqat pullarini kelishib olsanglar bo'ldi. Qozon, o'choq, sumaleyga nima ketadigan masalalar bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'zlari olib boradilar. Chiroyli qilib, mana shunaqa qilib pishirib berib, xizmatlari hammasi ichida bo'ladi. Bitta telefon qilib gaplashib olasizlar. Juda ham zo'r sumaleylari. Qaranglar mana. Men o'zim ko'rsatay. Qaranglar, mana zo'rligini qumoq bor. Bizga yoshligimizda buvim qilib berardilar-da. Juda ham zo'r. Hozir endi yoshlar katta bo'lib qoldilar, qilib bera olmaydilar. Qo'llaridan, kuchlari, bellaridan quvvatlari ketdi, lekin g'ayratlari hali ham bor. Juda ham zo'r qilib sumaleylarni, halimlarni qilib pishirib berardilar. Biz maza qilib berdik. Tosh chiqsa omad keladi derdi. Tosh chiqsa anaqa maktabda 5 baholik o'qiydi deb anaqa qilishardi. Bu o'zlari sekin bizga anaqa suzayotgan paytlarda bitta-bittadan tosh solib berardilar hamma navaralarga.
Shularni eslaymiz dedi. Yoshlikdagi xotiralar. Bu sumali qancha xotiralarni eslatadigan narsa-da. Qadimiy o'zbek milliy taomlariga kiradi. Juda ham zo'r. Men sumalini juda yaxshi ko'raman. Opa, yana bitta telefoningizni eslatib o'tasiz. 93lik 649 21 69. Mana. Yana bir bor sizlar uchun telefon nomerlarini eslatib o'tdilar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlar bilan xomadali bo'ldi. Toshkent shahar Chorsu gurlari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xonadoningizga fayz baraka arimasin. Charchamanglar, juda ham chiroyli kommentariyalar yozyapsizlar, xursand bo'laman. Rahmat.